Qaysi brendlar mayda blogerlar bilan ham barterga ishlashadi? Hozir shunaqa tema juda ham aktualniy. Давайте sizlar bilan распаковка qilamiz va brend va barter haqida ozgina gaplashamiz. Hozir начинающий blogerlar juda ham ko'p va konkurensiya albatta katta. Shuning uchun ko'p kishi, ko'p blogerlar o'zlarini reklamalari va barterlarni предлагать qiladi. Va shu borada начинающий blogerlarimiz bitta narsani yaxshilab tushunishlari kerak. Qayerda brend kimga murojaat qilish mumkin, kimga barter taklif qilish mumkin, a kimlarga mumkin emas. Masalan, Lagon brendi hali mana где-то 30 40 ga endi borayotgan paytim o'zlari menga chiqib barter evaziga reklama so'rashganlar. Отзыв sifatida. Doimgidek Lagon brendi mana shunaqa katta bokslar yuborib, начинающий blogerlarni поддержка qilib yurgan. Гидрофильное масло, увлажняющий серум. Вау, такая cute. Увлажняющий krem. Bilasizlar, meni yuzim juda ham quruq. Bundan oldin bu kremdan men foydalanganman, juda ham zo'r. Kislotная penka, shunaqa chiroylicha. Juda ham ko'pga yetadi, prям zo'r penitsa qiladi. Va yangi namlantiruvchi pedlari, men hali bundan foydalanmabman. Qaranglar qanaqa chiroyli. Albatta foydalanib, sizlarga odzivimni aytaman. Hatto bu kosmetikalarni tekinga olib ishlatish juda ham yaxshi, lekin siz ishlatganingizdan keyin albatta odzivlaringizni qo'yishingiz kerak. Chunki barcha o'zini hurmat qiladigan brendlar o'zlarini покупательlari, klientlari yoki blogerlardan odziv xohlashadi. To'g'ri, har taraflama plyus va minuslarni bilish uchun, например, meni kojam suxoy va qanaqadir mahsulot menga to'g'ri kelmasligi mumkin. Просто так, brendlar hamma bilan ishlayotgan, давайте men ham yozib tekinga kosmetika olay degan maqsadida bunaqa ishlar qilmanglar. Yana bitta narsa, siz начинающий bloger va brendlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizning shahringizda qanaqadir magazinlar, brendlar bo'lsa, u brend hisoblanmaydi. Brend qachonki xalqaro sertifikatga ega bo'lib, hamma joyda tasdiqlangan brend hisoblanadi. Va bunaqa katta brendlar bilan albatta ishlash juda ham yoqimli. Lagon brendini men juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun pastda отметка qilib qo'yaman. Pedini отдельно sinab sizlarga отзыв qoldiraman. Всем пока.